Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Bugun sizlar bilan shirqovoq tayyorlaymiz. Shirqovog'imiz uchun menda yarimta qovoq, yarim pela guruch, tabga ko'ra shakar. Endi qovog'imizni artib to'g'rab olamiz. Mana qovog'imizni artib o'zimizga kerakli shaklda to'g'rab oldik. Endi qovog'imizni qozonga solib, suv va guruch solamiz. Mana gazga qozonimizni qo'yganmiz. Endi qovog'imizni solamiz. Qovog'imizni ustidan yuvilgan guruchimizni solib, suv solamiz. Suvimizni qovog'ini ko'mib turish kerak. Qovog'imiz yumshoq pishguncha endi kutamiz. Mana shirqovog'imiz qaynab chiqdi. Endi tegini pasaytirib qaynatishda davom etamiz. Qovoqni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sevib iste'mol qilganlar, chunki qovoqda inson salomatligi uchun juda ham foydali vitaminlar bor. Sizlar ham qovoqdan turli shirinliklar va taomlar tayyorlab iste'mol qilinglar. Endi shirqovog'imizga o'zimizning tabimizga ko'ra shakarimizni qo'shib qaynatishda davom etamiz. Qovog'imizni shakar solganimizga qaynatishda davom etib, yumshoq bo'lib qovoqlari pishguncha qaynatamiz. Mana shirqovog'imiz chiroyli bo'lib shira tortib, yumshab pishdi. Endi qovoqlarimizni ozgina ezib olamiz. Endi shirqovog'imizga sutimizni solamiz. Men boya sut ko'rsatish esimdan chiqibdi. Sutsiz shirqovoq bo'lmaydi, o'zingizlar bilasizlar. Mana endi sutimizni solganimizdan keyin, qaynab chiqqandan keyin 10 daqiqa turadi, shirqovog'imiz tayyor bo'ladi. Mana shirqovog'imiz tayyor bo'lib, pishib yetildi. Endi buni chiroyli qilib idishimizga suzib olamiz. Mana shirqovog'imizni chiroyli qilib suzib oldik. Sizlar xohlasanglar qaymoq bilan yoki sariyog' bilan iste'mol qilishingiz mumkin. Shundoq o'zi ham juda ham mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab beringlar yaqinlaringizga, duolarni olinglar.